aka uyi dadilidan ko'rsatib o'tdingizmi? Mana sizga o'sha dadili tarsoviga tushgan, ko'chadan ham ikkita kirish bor, ichkaridan uy ichiga ham ikkita kirishi bor. Katta uyimizni salkam sutuga yaqin 208 deyishyapti taxminan. Ichkaridan bitta tushuntirib beramiz. Qani keling. Uyimizga bemalol ikkita uchta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Mana uyga birinchi kirishimiz bu. Yozgi oshxonamiz, mangalning zonalari ham bor. Ko'chadan bu ikkinchi kirishimiz. Yashil hudud, umumiy sanuzel, tapchan qo'yib o'tirish uchun joy. Uyimizga ikkinchi kirishimiz. Endi uyimizni ichkaridan kirib ko'rsatib beraman. Uyimiz haqiqatan katta qilib qurilgan, qaddi ham baland, oppoqqina, zo'r. Qani yuring, ichkarini tushuntirib beraman. Podvalimizga tushib kelishimiz bilan yetarlicha podval bor. Ikki qismga bo'lib olsanglar bo'lar ekan. Bu tarafimizda hop bu mahallamizda gaz, tok, suv, kanalizatsiya hammasi bor. Prosta zaxira uchun suv ketib qolganda bochkalar o'rnatib qo'yilgan. Kattelning xonamizni hamma narsasi tayyor qilib qo'yilgan. Endi birinchi etajga chiqamiz, keyin ikkinchi etajga chiqamiz. Ketdik. Bu yo'lay tarafdan kirishimiz, uyimizga ikki tomondan kirsa bo'ladi. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, kirib ko'rsating, katta romlar taqilgan. Bu kattalar uchun yotoqxona. Mana ikkinchi kirishimiz, bu hovlidan kirish. Hovlidan kirganinglarda oshxonamizga kirasizlar. Xohlasanglar bu yerga loft eshik o'rnatib beramiz. Surilib ochiladigan, hidi chiqmaydi, uyga chiqadi desanglar, o'zi yozgi oshxonamiz ham bor. Xohlasanglar hamma mebel texnikalar hammasi bitirilgan. Umumiy sanuzelimizda vannamiz bor, bedeklarimiz bor, kerakli hamma anjomlar bor. Bu bitta birinchi etajdagi katta oppoqqina baland mehmonxonamiz, mehmonlar kutib olish uchun kayfiyatni ko'taradigan, chiroyli mana shu bitta mehmonxonamiz. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'rsatamiz. Ketdik. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan ko'ryapsizlar, mana bunaqa ochiq rom qo'yilgan. Yorug'lik tushish uchun chiroq bo'lmagan paytda ham yorug'lik tushib ketish uchun zo'r yechim bo'lgan bu ham. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, keling. Xo'p, bu detskiy yotoqxona deb hisoblaydigan bo'lsak, o'zining ichida sanuzeli ham bor. Bu tarafimizda yana bitta yotoqxonamiz, xohlasangiz buni ham bolalar uchun qilib beradigan bo'lsak, buni ham ichida o'zini sanuzeli bor. Xo'p, bu tarafimizda qaranglar, mazza qilib, mana bu divan kresloni qo'yib, kitoblarni o'qib, mabodo zerikkan bo'lsangiz, charchagan bo'lsangiz, televizorlarni qo'yib, ko'rib o'tirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi bunisi kattaroq yotoqxona, balkon bor. Mana, ko'ring. Xo'p, balkonni ko'rsatdik. Sal kelisha olmay qoldik kamerachi akamiz bilan. Xo'p, umumiy sanuzelimiz. Keyin bitta kichkina bo'lsa ham garderobni xona qilib qo'ysanglar bo'lar ekan. Mehmonlarni bo'lib kutib olish uchun pastda erkaklar bo'lsa, tepada ayollar, xohlasanglar, nabarot kutib olsanglar bo'lar ekan. Ko'proq mehmon kutib olsa ham bo'laveradi, chunki hol bor, mehmonxonalar bor, pastda ham hol ochiq oshxonalar, ko'rdinglar o'zinglar ham. Uyimizning narxi, endi uyimiz katta bo'lgani uchun narxi ham sal endi qimmat chiqadi-da. 260 ming chiqdi narxi. Lekin kelishtirib beradigan joyi bor, kelib ko'ringlar uyimizni. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman. Chunki o'zinglar ham quradigan bo'lsanglar, hisob-kitob bundan sal baland chiqishi mumkin. Chunki bu yerda 3 ta uy qurilgan, narx arzonroq chiqqan. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram, YouTube kanalimizda mana shunaqa to'liq videolarni ko'rib borishinglar uchun bitta like bosib qo'ying. YouTubeda shunaqa ekan, ham kengroq tarqalar ekan. Manfaatli bo'lgan bo'lsa videoyimiz. Hop, Toshkent tumani, Keles, Kirov, Zapravka ko'chamiz. Salkam Utsutuvga yaqin 208 atrofida deyishdi, umumiy maydonni. Hop, hamma narsasini aytdik. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Siz sababli shu uyimizni sotadigan bo'lsak, sizga yangi iPhone va'da qilamiz. Rahmat.